Assalomu alaykum. Aziz tomoshabinlar, kanalimizning qadrli obunachilari. Bugun men sizga hayotingizni sezilarli darajada yengillashtirishi mumkin bo'lgan juda muhim va dolzarb ma'lumot bilan bo'lishmoqchiman. Ayniqsa hurmatli nafaqaxo'rlar, bu video sizning diqqatingizga sazovor. Chunki u sizning oilaviy byudjetingizga katta yordam berishi mumkin. Agar siz hali ham elektr energiyasi, gaz, suv, chiqindi yig'imi yoki isitish kabi kommunal xizmatlar uchun muntazam ravishda to'lovlarni amalga oshirayotgan bo'lsangiz, demak, siz ehtimol o'zingizga tegishli bo'lgan imtiyozlar haqida to'liq xabardor emassiz va shu sababli ortiqcha pul to'layotgan bo'lishingiz mumkin. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Biz bugun siz bilan shunday imtiyozlar haqida gaplashamizki, ular sizga bu to'lovlar uchun bevosita kompensatsiya olish huquqini beradi. Bu juda jiddiy masala va unga e'tiborsiz bo'lmaslik kerak. Iltimos, videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling, chunki har bir tafsilot muhim. Va albatta kanalimizga obuna bo'lishni hamda ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki sizning har bir harakatingiz bu muhim ma'lumot ko'proq muhtoj insonlarga yetib borishiga yordam beradi. Muammoning mohiyati ilgari qanday edi va hozir nimalar o'zgardi? Hurmatli tomoshabinlar, avvaliga bir o'z tarixdan boshlasak. Ilgari, ya'ni bir necha yillar oldin, nafaqaxo'rlar uchun kommunal xizmatlar bo'yicha imtiyozlar tizimi juda murakkab va cheklangan edi. Ko'p hollarda imtiyozlar faqat juda tor doiradagi imtiyozli toifalar, masalan, Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari yoki ularga tenglashtirilgan shaxslar uchun mavjud bo'lib, ular ham odatda to'lovning ma'lum bir qismini, masalan, patentini qoplar edi. Qolgan oddiy nafaqaxo'rlar, hatto juda kam ta'minlangan to'liq miqdorda o'z cho'ntaklaridan to'lashga majbur edilar. Imtiyozlarni olish jarayoni ham juda ko'p qog'ozbozlik, byurokratik to'siqlar va bir qator idoralarga shaxsan borishni talab qilardi. Ko'pincha keksa yoshdagi insonlar bu murakkab jarayonlardan charchab, o'zlariga tegishli bo'lgan imtiyozlardan umuman voz kechishardi. Ba'zilari esa umuman imtiyozlar borligidan bexabar edilar. Bu esa ularning moddiy ahvolini yanada qiyinlashtirardi. Chunki nafaqa miqdori ko'pincha kommunal to'lovlarning og'irligini ko'tara olmasdi. Oilaviy byudjetning katta qismi aynan shu to'lovlarga sarflanar edi. Bu esa oziq-ovqat, dori-darmon yoki kiyim-kechak kabi boshqa asosiy ehtiyojlar uchun mablag'larning kamayishiga olib kelardi. Ko'p nafaqaxo'rlar o'zlarining pensiyalaridan tashqari bolalari yoki qarindoshlaridan moddiy yordam olishga majbur bo'lishardi. Ammo so'nggi yillarda Vazirlar Mahkamasi qarorlari, Prezident farmonlari va boshqa me'yoriy hujjatlar orqali aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga, ayniqsa keksa avlod vakillarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan qator tub o'zgarishlar amalga oshirildi. Hukumat ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamlarini, xususan nafaqaxo'rlarni moddiy qo'llab-quvvatlashga qaratilgan yangi mexanizmlarni joriy etdi. Maqsad har bir keksaning munosib hayot kechirishini ta'minlash, ularning moddiy yukini kamaytirish, ularga o'z huquqlarini to'liq anglab yetishlariga yordam berishdir. Bu o'zgarishlar faqatgina qog'ozda qolib ketmadi, balki amaliyotda ham sezilarli natijalar bermoqda. Bugungi kunda tegishli imtiyozli toifaga kiruvchi nafaqaxo'rlar uchun kommunal xizmatlar bo'yicha bedisburningacha kompensatsiya olish imkoniyati yaratilgan. Bu degani, ma'lum shartlar ostida siz ko'rsatilgan 5 turdagi kvitansiyalar uchun umuman pul to'lashingiz shart emas. Lekin bu imtiyozlar barchaga bir xilda berilmaydi. Balki aniq belgilangan mezonlar va toifalar asosida taqdim etiladi. Shuning uchun men bugun sizga aynan kimlar bu imtiyozlarga ega bo'lishi mumkinligini, qaysi kvitansiyalar haqida gap ketayotganini va ularni olish uchun nimalar qilish kerakligini batafsil tushuntirib beraman. Irgizm, batafsil tahlil, siz bilishingiz kerak bo'lgan narsalar, kim xavotir olishi kerak va kimga kerak emas, keling. Endi eng muhim qismga o'tsak, aynan qaysi bosh turdagi kommunal to'lovlar uchun nafaqaxo'rlar bit-birinchi kompensatsiya olish huquqiga ega bo'lishlari mumkin. Men har bir tur bo'yicha batafsil ma'lumot, kimlarga bu imtiyoz tegishli ekanligi va konkret hayotiy misollar keltiraman. 1. Elektr energiyasi uchun to'lovlar. Elektr energiyasi har bir uyning ajralmas qismi bo'lib, yorug'lik, maishiy texnika, ba'zan esa isitish uchun ishlatiladi. Bugungi kunda elektr energiyasi narxi tobora oshib bormoqda. Bu esa nafaqaxo'rlar uchun jiddiy yuk bo'lib xizmat qiladi. Kimlar kompensatsiya olishi mumkin? Elektr energiyasi uchun byudjetda kompensatsiya olish huquqi bir nechta imtiyozli toifalarga mansub nafaqaxo'rlarga beriladi. Bularga birinchi navbatda
Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari va ularga tenglashtirilgan shaxslar. Chernobil AES'dagi avariya oqibatlarini bartaraf etishda ishtirok etgan nogiron nafaqaxo'rlar, shuningdek, Evayi guruh nogironligi bo'lgan nafaqaxo'rlar. Yolg'iz yashovchi keksa nafaqaxo'rlar va daromadi belgilangan eng kam miqdordan past bo'lgan oilalardagi nafaqaxo'rlar kiradi. Kompensatsiya odatda belgilangan ijtimoiy me'yor doirasidagi iste'mol uchun amal qiladi. Bu degani davlat har bir kishi uchun ma'lum bir miqdordagi, masalan, oyiga 1.5 kilovolt soat elektr energiyasini to'liq qoplab beradi. Agar sizning iste'molingiz ushbu me'yordan oshsa, ortiqcha qismi uchun siz o'zingiz to'laysiz. Real hayotdan misol, Farhod amaki 78 yoshda Ikkinchi jahon urushi faxriysi bo'lib, o'zi yolg'iz yashaydi. U ilgari har oy elektr energiyasi uchun o'rtacha 180 ming so'm to'lagan. Yangi tartibga ko'ra, uning elektr energiyasi iste'moli belgilangan ijtimoiy me'yordan aytaylik oyiga 1 kilovolt soat oshmasa, to'lov 100 pundis qoplanadi. Farhod amaki endi elektr uchun 1 so'm ham to'lamaydi, agar uning iste'moli me'yor ichida bo'lsa. Agar bir oyda 170 kilovolt soat ishlatgan bo'lsa, u faqat 20 kilovolt soat uchun to'laydi. Bu esa uning cho'ntagiga katta foyda. Kim xavotir olish kerak? Agar siz yuqorida sanab o'tilgan toifalarga kirsangiz va hali ham elektr uchun to'lovlarni to'liq amalga oshirayotgan bo'lsangiz, demak sizga tegishli imtiyozni ola olmayapsiz. Tezdan murojaat qilishingiz kerak. Kimga kerak emas? Agar siz ushbu imtiyozli toifalarga kirmasangiz yoki allaqachon kompensatsiya olsangiz, tashvishlanishga hojat yo'q. 2. Tabiiy gaz uchun to'lovlar. Tabiiy gaz ko'plab xonadonlarda uy isitish, suvni isitish va ovqat pishirish uchun ishlatiladi. Qish oylarida gaz iste'moli keskin oshadi va bu nafaqaxo'rlar uchun katta xarajatga aylanadi. Kimlar kompensatsiya olishi mumkin? Gaz uchun kompensatsiya olish huquqi ham elektr energiyasi kabi imtiyozli toifalarga, ya'ni Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari, nogiron nafaqaxo'rlar, yolg'iz keksa nafaqaxo'rlar va kam ta'minlangan oilalardagi nafaqaxo'rlarga beriladi. Bu yerda ham ijtimoiy me'yorlar qo'llaniladi. Masalan, isitish davrida belgilangan kub metr gaz uchun to'liq kompensatsiya beriladi. Me'yordan ortiq iste'mol qilingan gaz uchun to'lovlar nafaqaxo'rning o'zi tomonidan qoplanadi. Real hayotdan misol, 65 yoshli Mohira aya 2 xonali kvartirada istiqomat qiladi va guruh nogironi hisoblanadi. Uning nafaqasi unchalik katta emas. Qish oylarida u o'rtacha 2-300 ming so'm gaz uchun to'lardi. Yangi tartib bo'yicha unga belgilangan me'yor, masalan, isitish davrida oyiga 2000 kub metr doirasidagi gaz iste'moli uchun 100 pundlik kompensatsiya beriladi. Agar uning kvartirasi shu me'yor ichida gaz iste'mol qilsa, Mohira aya endi gaz uchun pul to'lamaydi. Bu uning qishki xarajatlarini keskin kamaytirdi. Kim xavotir olish kerak? Agar siz imtiyozli toifaga kirsangiz va hali ham gaz to'lovlarini to'liq to'layotgan bo'lsangiz, kimga kerak emas? Agar siz imtiyozli toifalarga kirmasangiz yoki allaqachon kompensatsiya olsangiz. O'ti, sovuq va issiq suv ta'minoti uchun to'lovlar suv inson hayoti uchun eng muhim resursdir. Har kuni yuvinish, ovqat pishirish, tozalik uchun suv ishlatiladi. Suv uchun to'lovlar ham, ayniqsa issiq suv uchun oilaviy byudjetga sezilarli ta'sir qiladi. Kimlar kompensatsiya olishi mumkin? Sovuq va issiq suv uchun buyuk kompensatsiya huquqi ham yuqorida sanab o'tilgan asosiy imtiyozli toifalar, yolg'iz keksa nafaqaxo'rlar va kam ta'minlangan oilalardagi nafaqaxo'rlarga berilishi mumkin. Bu yerda ham har bir kishi uchun belgilangan ijtimoiy me'yorlar, masalan, kishi boshiga oyiga 3 kub metr sovuq suv va 2 kub metr issiq suv asosida kompensatsiya beriladi. Real hayotdan misol, 80 yoshli Gulnora momo o'zi yolg'iz istiqomat qiladi. Uning nafaqasi kam bo'lgani uchun har oy suv to'lovlari o'rtacha 70 ming so'm unga og'irlik qilardi. Uning uchun suv iste'molining belgilangan ijtimoiy me'yori, yolg'iz yashovchi shaxs uchun doirasidagi to'lovlar bepardoz qoplanadi. Agar Gulnora momo me'yordan ortiqcha suv ishlatmasa, u endi suv uchun hech narsa to'lamaydi. Kim xavotir olish kerak? Agar siz ushbu toifalarga kirsangiz va hali ham suv to'lovlarini to'liq to'layotgan bo'lsangiz, kimga kerak emas? Agar siz imtiyozli toifalarga kirmasangiz yoki allaqachon kompensatsiya olsangiz. 4. Qattiq maishiy chiqindilarni olib chiqish xizmatlari uchun to'lovlar. Chiqindi yig'imi har xonadon uchun majburiy xizmat bo'lib, odatda har bir kishi uchun belgilangan miqdorda to'lanadi. Bu to'lov unchalik katta bo'lmasa-da, doimiy xarajatdir. Kimlar kompensatsiya olishi mumkin? Qattiq maishiy chiqindilarni olib chiqish xizmatlari uchun
Büyük budunda kompensatsiya olish huquqi ko'pincha ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar, jumladan kam ta'minlangan oilalar tarkibidagi nafaqaxo'rlar, shuningdek Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari va nogiron nafaqaxo'rlarga beriladi. Bu xizmat iste'molga bog'liq bo'lmagani uchun agar siz imtiyozli toifaga kirsangiz, to'lov to'liq qoplanadi. Real hayotdan misol, nafaqaxo'r Maqsud aka rafiqasi bilan yashaydi. Ularning oilaviy daromadi belgilangan eng kam miqdordan past bo'lganligi sababli ular kam ta'minlangan oila sifatida ro'yxatga olingan. Ularning har biri uchun chiqindi to'lovi oyiga 10 ming so'mdan jami 20 ming so'm edi. Endi Maqsud akaning oilasi uchun bu to'lov ham davlat tomonidan to'liq qoplanadi. Bu kichik summa bo'lsa-da, ularning oylik xarajatlaridan 20 ming so'm kamayishi ularga dori-darmon yoki boshqa ehtiyojlar uchun qo'shimcha imkoniyat yaratadi. Kim xavotir olishi kerak? Agar siz kam ta'minlangan oila tarkibidagi nafaqaxo'r bo'lsangiz yoki boshqa imtiyozli toifaga kirsangiz va hali ham chiqindi to'lovlarini to'layotgan bo'lsangiz, kimga kerak emas? Agar siz imtiyozli toifalarga kirmasangiz yoki allaqachon kompensatsiya olsangiz. 5. Markazlashgan isitish xizmatlari uchun to'lovlar. Markazlashgan isitish xizmatlari ayniqsa ko'p qavatli uylarda yashovchi nafaqaxo'rlar uchun qish oylarida eng katta xarajatlardan biridir. Ba'zi xonadonlar uchun isitish to'lovlari nafaqaning katta qismini tashkil qilishi mumkin. Kimlar kompensatsiya olishi mumkin? Markazlashgan isitish xizmatlari uchun yutmaydi kompensatsiya huquqi ham asosan ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan imtiyozli toifalarga, ya'ni Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari va ikkini guruh nogironlari, yolg'iz yashovchi keksa nafaqaxo'rlar, shuningdek kam ta'minlangan oilalardagi nafaqaxo'rlarga beriladi. Bu yerda ham kompensatsiya odatda kvartiraning belgilangan maydoni, masalan, 6 kvadrat metr uchun amal qiladi. Real hayotdan misol, 7 yoshli Dilorom xola 2 xonali kvartirada istiqomat qiladi. Uning o'g'li chet elda ishlaydi. Shuning uchun u oilaviy daromadiga ko'ra kam ta'minlangan hisoblanadi. Har qishda u isitish uchun o'rtacha 3-4 ming so'm atrofida to'lagan. Agar Dilorom xola yolg'iz yashayotgan bo'lsa va yuqoridagi imtiyozli toifalardan biriga kirsa, uning kvartirasining belgilangan maydoni uchun isitish xizmati 100% qoplanadi. Bu uning qishdagi moddiy yukini sezilarli darajada kamaytiradi va qolgan mablag'ni boshqa ehtiyojlarga sarflashga imkon beradi. Kim xavotir olishi kerak? Agar siz imtiyozli toifalarga kirsangiz va hali ham isitish uchun to'lovlarni to'liq amalga oshirayotgan bo'lsangiz, kimga kerak emas? Agar siz imtiyozli toifalarga kirmasangiz yoki allaqachon kompensatsiya olsangiz. 2 qism. Qo'ydardan istisnolar, tuzoqlar va noaniq nozikliklar. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Yuqorida men bir kompensatsiya haqida gapirdim, ammo bu har doim ham mutlaq degani emas. Har qanday imtiyoz tizimida bo'lgani kabi, bu yerda ham o'ziga xos istisnolar, tuzoqlar va noaniq nozikliklar mavjud bo'lib, ularni bilish sizni kelajakdagi muammolardan xalos etadi. Barcha nafaqaxo'rlar uchun emas, balki faqat imtiyozli toifalar uchun. Eng asosiy noziklik shundaki, bu kompensatsiyalar barcha nafaqaxo'rlarga birdek berilmaydi. Ular aniq belgilangan imtiyozli toifalarga, ya'ni I va ilk guruh nogironlari, Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari va ularga tenglashtirilgan shaxslar, Chernobil AESdagi avariya oqibatlarini bartaraf etishda qatnashgan nafaqaxo'rlar, yolg'iz yashovchi keksa nafaqaxo'rlar va daromadi belgilangan eng kam miqdordan past bo'lgan oilalardagi nafaqaxo'rlar kabi shaxslarga mo'ljallangan, oddiy, lekin kam ta'minlangan hisoblanmaydigan nafaqaxo'rlar uchun bu turdagi 100% kompensatsiya afsuski mavjud emas. Shuning uchun avvalo siz o'zingizning aniq imtiyozli toifangizni belgilab olishingiz kerak. 2. Ijtimoiy me'yorlar va ortiqcha iste'mol. Men har bir kommunal xizmat turini tahlil qilayotganda ijtimoiy me'yor tushunchasini qayta tilga oldim. Bu juda muhim. Navbatdagi kompensatsiya odatda faqat davlat tomonidan belgilangan ijtimoiy iste'mol me'yorlari doirasidagi xizmatlar uchun beriladi. Masalan, bir kishi uchun oyga 1 kilowatt soat elektr energiyasi, 200 kub metr gaz yoki 3 kub metr sovuq suv kabi me'yorlar belgilanishi mumkin. Bu raqamlar taxminiy bo'lib, amaldagi qonunchilikda aniq raqamlar belgilangan bo'ladi. Agar sizning iste'molingiz ushbu me'yordan oshib ketsa, ortiqcha ishlatilgan har bir birlik uchun to'lovlarni sizning o'zingiz qoplashingizga to'g'ri keladi. Bu degani siz butunlay to'lovlardan ozod bo'lmaysiz, balki faqat me'yor doirasidagi qism uchun kompensatsiya olasiz. Masalan,
75 yoshli Zaynab momo I guruh nogironi. U oyiga 200 kilovat soat elektr energiyasi iste'mol qiladi. Agar belgilangan me'yor 1.5 kilovat soat bo'lsa, u 1.5 kilovat soat uchun 1 kompensatsiya oladi. Lekin qolgan 5 kilovat soat uchun o'zi to'laydi. Bu ham katta yordam, lekin butunlay nol emas. O ariza berish zaruriyati avtomatik emas. Eng katta tuzoq bu imtiyozlarning avtomatik tarzda tayinlanmasligidir. Ya'ni siz imtiyozli toifaga kirsangiz ham davlat sizga o'zi kelib kompensatsiyani tayinlaydi. Buning uchun siz tegishli idoralarga yozma ariza bilan murojaat qilishingiz va kerakli hujjatlarni taqdim etishingiz shart. Ba'zi nafaqaxo'rlar o'zlariga tegishli imtiyozlar haqida bilib, birdaniga to'lovlarni to'xtatib qo'yishadi. Bu mutlaqo noto'g'ri. Agar siz ariza bermagan bo'lsangiz va kompensatsiya tayinlanmagan bo'lsa, sizning qarzingiz yig'ilib boraveradi va kelajakda elektr yoki gaz ta'minotining uzilishiga, hatto sud orqali qarzni undirishga ham olib kelishi mumkin. Shuning uchun avvalo arizani topshirib, tasdiqlovchi hujjatni olganingizga ishonch hosil qiling. So'ngra kommunal xizmatlarning kompensatsiya hisobga olingan hisob kitoblarini kuting. 4. O'zgarishlar va muddatlar. Ba'zi imtiyozlar ma'lum bir muddatga berilishi mumkin. Masalan, kam ta'minlanganlik maqomi har 6 yoki necha oyda qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Agar oilaviy tarkibingiz, daromadingiz yoki nogironlik guruhingiz o'zgarsa, bu sizning imtiyozingizga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, yolg'iz yashovchi keksa nafaqaxo'rning yoniga bolasi ko'chib kelsa, u endi yolg'iz yashovchi hisoblanmaydi va uning imtiyozlari qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Shuningdek, qonunchilikka kiritilgan o'zgarishlarni doimiy kuzatib borish muhim. 5. Qarzdorlik muammosi. Agar sizning kommunal xizmatlar bo'yicha eski qarzlaringiz bo'lsa, odatda kompensatsiya sizning joriy to'lovlaringizga nisbatan qo'llaniladi. Eski qarzlarni esa siz o'zingiz to'lashingiz shart bo'ladi. Ba'zi hollarda faqat qarzdorlikni to'liq qoplaganingizdan keyingina imtiyozlar tayinlanishi mumkin. Bu ham juda muhim jihat. 6. Hududiy farqlar va qo'shimcha imtiyozlar. Ba'zi viloyatlar yoki tumanlar mahalliy byudjet hisobidan qo'shimcha imtiyozlar yoki yordam turlarini joriy qilishi mumkin. Bu imtiyozlar umumiy respublika miqyosidagi imtiyozlardan tashqari bo'ladi. Shuning uchun o'zingiz yashayotgan hududning mahalla fuqarolar yig'ini yoki hokimiyatining ijtimoiy masalalar bo'limidan qo'shimcha ma'lumot olish foydali bo'lishi mumkin. 7. Raqamli savodxonlikdagi to'siqlar. Bugungi kunda ko'plab davlat xizmatlari onlayn shaklga o'tkazilmoqda. Agar siz internetdan foydalanishni bilmasangiz yoki elektron arizalar bilan ishlashda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, bu siz uchun to'siq bo'lishi mumkin. Bunday hollarda farzandlaringizdan, nabiralaringizdan yoki qo'shnilaringizdan yordam so'rashdan uyalmang. Davlat xizmatlari markazlarida ham mutaxassislar sizga elektron ariza to'ldirishda ko'maklashadi. Bu nozikliklarni bilish sizga o'zingizga tegishli bo'lgan imtiyozlarni samarali olishda yordam beradi va kutilmagan muammolarning oldini oladi. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Amaliy harakatlar. Yuqoridagi ma'lumotlarni o'qib, demak men ham kompensatsiya olsam bo'lar ekan degan fikr kelgan bo'lsa, unda qanday harakat qilish kerak? Bu yerda siz uchun aniq va bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Bir qadam o'zingizning imtiyozli to'yingizni aniqlang. Bu eng birinchi va eng muhim qadam. Siz yuqorida sanab o'tilgan imtiyozli toifalardan biriga kirasizmi? Siz ikkinchi jahon urushi qatnashchisi yoki unga tenglashtirilgan shaxsmisiz? Yoki ikki guruh nogironingiz bormi? Nogironlik guvohnomasini tekshiring. Chernobil AESdagi avariya oqibatlarini bartaraf etishda qatnashganmisiz? Yolg'iz yashayotgan keksa nafaqaxo'rmisiz? Buni tasdiqlovchi mahalla ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Sizning oilangiz kam ta'minlangan deb ro'yxatga olinganmi va daromadingiz belgilangan me'yordan pastmi? Bu haqda mahalla fuqarolar yig'inida aniqlashingiz mumkin. O'zingizning aniq toifangizni aniqlash keyingi harakatlaringizni belgilashda kalit hisoblanadi. 2 qadam kerakli hujjatlarni to'plang. Ariza berish uchun sizga bir nechta asosiy hujjatlar kerak bo'ladi. Ushbu ro'yxat sizning imtiyozli toifangizga qarab biroz farq qilishi mumkin, ammo umumiy ro'yxat quyidagicha. Pasportingiz asli va nusxasi, nafaqa guvohnomasi asli va nusxasi, nogironlik haqidagi ma'lumotnoma yoki guvohnoma agar tegishli bo'lsa, asli va nusxasi. Mahalla fuqarolar yig'inidan oila tarkibi haqida ma'lumotnoma. Agar siz yolg'iz yashasangiz, yolg'iz yashagingizni tasdiqlovchi ma'lumotnoma. Daromadingiz haqidagi ma'lumotnoma.
Agar kam ta'minlanganlik asosida murojaat qilayotgan bo'lsangiz, bu ham mahalla yoki boshqa tegishli tashkilotdan olinadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2002 yil 7 dekabrdagi tartib 45 sonli qarori yoki boshqa tegishli me'yoriy hujjatlarda belgilangan boshqa hujjatlar. Bu hujjatlarni oldindan tayyorlab qo'yish jarayonni tezlashtiradi. Qadam. Qayerga murojaat qilish kerak? Kompensatsiya olish uchun murojaat qilishning bir nechta yo'li mavjud. A. Davlat xizmatlari markazlari DXM. Bugungi kunda aksariyat davlat xizmatlari DXM orqali ko'rsatiladi. Bu eng qulay va samarali usullardan biridir. Siz o'zingizga eng yaqin DXMga borib, mutaxassislarga murojaat qilishingiz mumkin. Ular sizga ariza to'ldirishda yordam berishadi va barcha kerakli hujjatlarni qabul qilib olib, tegishli idoralarga yuborishadi. B. Mahalla fuqarolar yig'ini MFF. Ba'zi hollarda, ayniqsa kam ta'minlanganlikni aniqlash yoki yolg'iz yashovchi shaxs maqomini tasdiqlash uchun MFFga murojaat qilish kerak bo'ladi. MFF ijtimoiy xodimlar orqali sizga qanday hujjatlar kerakligini va qayerga murojaat qilishni aniqlashtirishda yordam berishi mumkin. C. Elektron platformalar My.Gov. Agar sizda internetdan foydalanish imkoniyati va ko'nikmasi bo'lsa, siz yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali onlayn ariza topshirishingiz mumkin. Bu ayniqsa karantin sharoitlarida yoki jismoniy murojaat qilish qiyin bo'lgan holatlarda juda qulay. Portalda tegishli bo'limni topib, yo'riqnomalar asosida harakat qilishingiz kerak. D. Nafaqani hisoblash markazlari yoki ijtimoiy himoya agentligining hududiy bo'limlari. Ba'zi imtiyozlar bevosita ushbu idoralar orqali tayinlanishi mumkin. 4 qadam. Ariza yozish va topshirish. Murojaat qilgan joyingizda sizga ariza blankasi beriladi. Arizani to'g'ri va to'liq to'ldirish juda muhim. Arizada quyidagilar aks etishi kerak. Sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, ism sharif, yashash manzili, pasport ma'lumotlari. Qaysi kommunal xizmatlar uchun kompensatsiya olishni xohlayotganingiz, masalan, elektr, gaz, suv, chiqindi isitish. Sizning imtiyozli toifangizni tasdiqlovchi asos, masalan, I guruh nogironi urush qatnashchisi. Ariza bilan birga taqdim etilayotgan hujjatlar ro'yxati. Arizani topshirganingizdan so'ng uning ro'yxatga olinganligi haqidagi tasdiqnomani, masalan, kvitansiya raqami yoki shtamp olishni unutmang. Bu keyinchalik arizangizning holatini tekshirishda kerak bo'ladi. 5 qadam. Javobni kuting va holatni kuzating. Arizangiz ko'rib chiqish uchun qabul qilingandan so'ng belgilangan muddat ichida sizga javob beriladi. Odatda bu jarayon 15 ish kunidan 70 ish kunigacha davom etishi mumkin. Agar javob muddati o'tib ketsa va sizga hech qanday xabar kelmasa, siz arizaning holatini tekshirish uchun murojaat qilgan idoraga qayta aloqaga chiqishingiz yoki davlat xizmatlari markazining kol markaziga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Agar kompensatsiya tayinlansa, keyingi oydan boshlab sizning kommunal hisob-kitoblaringizda tegishli imtiyoz aks etishi kerak. Bu har oyda sizga keladigan kvitansiyalarda ko'rinadi. Ularni diqqat bilan tekshirib boring. 6 qadam. Qiyinchiliklar tug'ilsa yordam so'rang. Agar sizda hujjatlarni yig'ishda, ariza to'ldirishda yoki boshqa jarayonlarda qiyinchiliklar tug'ilsa, yordam so'rashdan uyalmang. Farzandlaringiz, nabiralaringiz, qo'shnilaringizdan yordam so'rang. Shuningdek, mahalla fuqarolar yig'inidagi ijtimoiy xodimlar yoki hokimlikning ijtimoiy masalalar bo'yicha mutaxassislari sizga yordam berishga majbur. Agar sizning huquqlaringiz buzilganini his qilsangiz, Prezident xalq qabulxonasiga yoki Adliya vazirligining ishonch telefonlariga murojaat qilishingiz mumkin. Masalan, tasavvur qiling, siz 72 yoshli yolg'iz nafaqaxo'rsiz va I guruh nogironingiz. Siz elektr, gaz va suv uchun kompensatsiya olishni xohlaysiz. Birinchi navbatda siz pasportingiz, nafaqa guvohnomangiz, nogironlik haqidagi ma'lumotnomangiz va mahalla fuqarolar yig'inidan yolg'iz yashashingizni tasdiqlovchi ma'lumotnomani tayyorlaysiz. So'ngra siz o'zingizga eng yaqin davlat xizmatlari markaziga murojaat qilasiz. U yerda mutaxassislar sizga ariza yozishda yordam berishadi va barcha hujjatlaringizni qabul qilib oladi. Ariza berganingizdan so'ng sizga arizaning ro'yxatga olinganligi haqida xabar beriladi. Taxminan 25 ish kuni ichida sizning arizangiz ko'rib chiqiladi va sizga kompensatsiya tayinlanganligi yoki rad etilganligi haqida javob keladi. Agar kompensatsiya tayinlansa, keyingi oydan boshlab sizning hisob-kitoblaringizda tegishli imtiyoz aks etadi. Bu jarayon kutilganidan osonroq bo'lishi mumkin, agar siz barcha qadamlarni to'g'ri bajarsangiz. Xulosa va yakuniy chaqiriq aziz do'stlar, ushbu videodagi ma'lumot siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman.
Unutmang, har bir fuqaroning o'z huquqlari bor va bu huquqlardan to'liq foydalanish juda muhim. Davlat tomonidan berilayotgan imtiyozlar va yordamlardan xabardor bo'lish, ularni olish uchun harakat qilish sizning haqqingizdir. O'zingiz va yaqinlaringiz uchun kurashing. Chunki bu sizning moddiy ahvolingizni sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Bugun biz siz bilan kommunal xizmatlar uchun bepirmay kompensatsiya olish huquqiga ega bo'lgan nafaqaxo'rlar to'g'risida qaysi kvitansiyalar haqida gap ketayotganligi, kimlarga bu imtiyozlar tegishli ekanligi, qanday nozikliklar borligi va ularni qanday olish kerakligi haqida batafsil gaplashdik. Bu ma'lumotlarni o'zingizning oila a'zolaringizga, qo'shnilaringizga, do'stlaringizga, ayniqsa keksa yoshdagi tanishlaringizga yetkazishni unutmang. Ehtimol sizning yordamingiz tufayli kimdir katta moliyaviy yukdan xalos bo'lar. Agar sizning ushbu mavzu bo'yicha qo'shimcha savollaringiz bo'lsa yoki sizning shaxsiy tajribangiz haqida bizga aytmoqchi bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring. Sizning fikrlaringiz va tajribangiz boshqa tomoshabinlarimiz uchun ham juda qiziqarli va foydali bo'lishi mumkin. Video sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Biz har doim siz bilan qimmatli ma'lumotlarni ulashishga tayyormiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.